Bugun 2 fevral Toshkentdagi AQSh konsulligi 90% odamga отказ berdi. Demak, oldinlari suhbatga kirganda 221G bilan pauza qo'yayotdi, lekin bugun fevral oyidan boshlab откazlar berishni ham boshlayapti. Откazning asosiy sababi Immigration National Act 212-bandi. Bu bandda nima deyiladi? Bu public charge degan bandi, ya'ni Amerikaga, O'zbekistondan yoki boshqa mana shu 75 ta mamlakat sanab o'tirgan edi. Mana shu davlat fuqarolari Amerikaga borsa, ish topa olmasdan, pul topa olmasdan davlat subsidiyasiga o'tirib qoladi degan vaj bilan mana shu davlatlardan keladigan immigrantlarni cheklashni yo'lga qo'yishgan edi. Endi bu bandga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Qanaqa suhbatga tayinlanish kerak? Endi shu bandga tushib qolganlar nima qilish kerak deyiladigan bo'lsa, qisqa qilib aytganda, o'zingizga Amerikadan sponsor topishingiz kerak. Bu sponsor topiladigan forma oldingi suhbatlarimizda ham aytib o'tgan edik. I-134 forma degan shunaqa maxsus forma bor, Affidavit of Support deydi. Agar suhbatga kirib chiqqan bo'lsangiz yoki hali kirmagan bo'lsangiz, albatta mana shu formani tayinlashingizni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari, agar sizda Amerikada shu forma to'ldirib beradigan odamingiz yo'q bo'lsa, nima qilish kerak deyiladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'sha suhbatga kirayotgan shaxsga ingliz tilini o'rganishni tavsiya qilamiz. Agar siz ingliz tilida o'rtacha gaplashadigan bo'lsangiz, gohida suhbatga kirganda o'zbekchada yoki ruschani tanlaydi, bemalolroq gapiring deydi. Aslida o'zbekcha ruscha gapirishlik bugungi kunda sizga yomon ta'sir qiladi. Amaliyotda ko'rinib turibdiki, inglizchada suhbatdan o'tganlar osonroq o'tib ketyapti. Ya'ni public charge'ga tushish ehtimoli kamayyapti. Sababi Amerikaga borsa til biladi, ish topib ketishi oson degan xayol keladi. Va bundan tashqari, agar sizni aytaylik shaxsiy jamg'armangiz bo'lsa, bankda qo'yilgan pul bo'ladimi, viza kartangizda yig'ilgan pul bo'ladimi, yoki o'sha o'zingizga tegishli mol-mulk bo'ladimi, bu narsalarni ham ko'rsatish va Amerikaga viza chiqquday bo'ladigan bo'lsa, shularni sotib turib ketaman degan ma'noda gapirish ham ozgincha bo'lsa ham yordam beradi. Umuman olganda, qisqa qilib aytganda, yaxshi konsultant topib, suhbatga kirishdan oldin hujjatlarni bir sidira ko'rib olish kerak va intervyuga tayinlanib olish kerak. Chunki suhbatga kirgandan keyin sizga отказ beradimi, 221G ga qo'yadimi, esingizda bo'lsin, bir marta bo'ladi suhbat. Yana bir marta kirib chiqsam bo'ladimi, yana pulini to'layman, mayli degan narsalar yo'q. Bitta suhbat o'sha hamma ishni hal qiladi. Mabodo mana 212 olib chiqqan odamlar ham endi 221G ga o'taman desa, faqat email orqali o'rnatilgan tartibda muloqot qilishiga to'g'ri keladi. Agarda sizga I-134 formasi to'ldirib beradigan homiy topishga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki mana shu formani o'zini to'ldirishda yuridik maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yokida siz 212 olib chiqdingiz, 221G ga o'tishingiz kerak. Ya'ni vizalar berilishi boshlaganda, mana ham vizalarim chiqsa, mana rad etilganlar qatorida emas, kutayotganlar qatorida bo'lishni xohlaymiz desangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga qo'limizdan kelgancha yordam berib, ishingizni shu 212 dan 221 ga yoki suhbatga kirish jarayonida to'g'ri hujjatlar yig'ib, to'g'ri intervyuga tayinlashda yordam beramiz.